Assalomu alaykum azizlar. Bugun jigarni yumshoqqina va mazali qilib pishirishni o'rganamiz. Birinchi bo'lib jigarimizni ustida shunaqangi terisi bo'ladi. Shuni ko'chirib olib tashlashimiz kerak. Mana shu terisi qolib ketsa ham jigarni qattiq pishishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun albatta har doim terisini olib tashlash kerak. Videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta layk bosing va kommentariy yozishni unutmang. Mana shunaqangi qilib to'rtburchak shaklda to'rg'ab olamiz. Yana qanday taomlar tayyorlashni xohlayapsiz? Shu haqida ham albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Men hamma kommentariyalarni o'qiyman va albatta javob yozaman. To'rg'ab oldik. Ana endi bunga tuz qo'shamiz va zira yaxshilab aralashtirib, qolgan masalliqlarni tayyorlaguncha qo'yib qo'yamiz. Ana endi kartoshkalarni xuddi shunday qilib, videoda ko'rsatilgandek qilib, pare-pare qilib to'rg'ab olamiz. Piyozlarimizni ham to'rg'ab olamiz. Men piyozni 2 ta to'rg'adim. Shunda yanayam sochniroq bo'lib, yumshoqroq bo'lib pishadi taomimiz. Mana barcha masalliqlarimizni to'rg'ab tayyorlab oldik. Ana endi tovamizga o'simlik yog'ini quyib, masalliqlarimizni birma-bir qovurib olamiz. Qizib turgan yoqqa birinchi kartoshkalarimizni qovurib olamiz. Mana kartoshkalarimiz ham qizarib oldi. Ana endi bularni alohida idishga olib qo'yamiz. So'ng navbat jigarga, jigarni ham qovurib olamiz. Jigar 2-3 daqiqa qovurilgach, piyoz solinadi. Piyoz yumshagach esa tovoni qopqog'i yopiladi va olov pastlatilib, past olovda pishiriladi. Oldindan qovurilgan kartoshkalarimizni solib,
Aralashtirib, yana qopqog'ini yopib, dimlab qo'yamiz. Ozroq zira sovuramiz tabga ko'ra. Olovni past qilib, yana 15 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bu orada xohishga ko'ra ko'katlarimizni to'g'rab qo'yamiz, chiroyli qilib ustiga tortish uchun. Mana jigar qovurdog'imiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi buni mazza qilib tanovul qilamiz. Mana jigar qovurdog'imiz ham tayyor bo'ldi. Oldiga men piyozni to'g'rab, mana shunday qilib qo'ydim. Shunda yanayam mazali bo'ladi. Hammaga yoqimli ishtaha. Videom yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kommentariya yozing.